Diqqat, O'zbekistonda zilzila sodir bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, Afg'onistonda sodir bo'lgan yer qimirlashi O'zbekistonda ham sezildi. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Qayd etilishicha, bugun 13 fevral kuni soat 03:12 da Afg'oniston hududida zilzila sodir bo'lgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 763 kilometr janubiy g'arbda joylashgan. Magnituda 5.5, chuqurligi 100 kilometr. Epitsentr Vardak, Afg'oniston. Koordinatalari 34.45 daraja shimoliy kenglik, 68.21 daraja sharqiy uzunlik. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Surxondaryo viloyatida 2-3 ball 322 kilometr, Qashqadaryo viloyatida 2 ball 534 kilometrni tashkil etgan deyiladi xabarda.